Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan o'tkazilib borilayotgan o'quv mashg'ulotlarida nimalarni o'rgandingiz? Biz yong'in va zilzila paytida o'zimizni qanday himoya qilishimiz kerakligini juda ham yaxshi o'rgandik. Vahimaga tushmasdan qoidalarga amal qilishni ham o'rgandik. Ularni texnikalarini, shijoatini ko'rib, men ham bu sohaga qiziqishim ortdi. Mutaxassislar kelib, bizni yong'in paytida, zilzila paytlarida qanday chora ko'rishlarini o'rgatishdi. Bizga bu juda foydali bo'ldi. Agarda is gazi bilan zaharlangan bemorni ko'rsam, uni tezda tashqariga olib chiqaman va 103 xodimlariga telefon qilaman. Gazni o'chirish, yong'in chiqqan vaqtda gaz ballonlarida gazni tezda o'chirishni o'rgangan. Uydagilar borib o'rgatganman, mana shunaqa bo'lar ekan aslida o'chirishdi. Menga eng qiziqrog'i o'sha yong'in paytidagi ehtiyot choralari o'rgatganliklari bo'lgan. Zilzila vaqtida qanaqa harakatlanishni, keyin o't o'chirgichdan qanaqa foydalanishni o'rgatishgan. Aytilgan narsalarga rioya qilishni tavsiya qilganlar, o'sha kerak bo'ladi deb o'ylayman. Professor o'qituvchilar ham, talabalar ham o'zimiz uchun kerak bo'lgan eng muhim ma'lumotlarni oldik va bugungi kunda ogoh bo'lishimizni angladik.